Investor bilan biznes boshlashga qaror qildingizmi? To'xtang. Investor bilan kompaniya ochishdan oldin u bilan shartnoma tuzing. Nega deysizmi? Hozir tushuntiraman. Aniq kelishuvsiz u sizning sherigingiz emas. Shunchaki pul bilan va daromad maqsadida sizning oldingizga kelgan odam. Agar bu ishdan daromad olinmasa, muammolar boshlanadi. Ko'plab investorlar shunchaki tilxat so'rashadi, lekin tilxat shartnoma emas. U sizni himoya qilmaydi, huquq va majburiyatlaringizni ko'rsatmaydi va natijada sud bilan tugashi mumkin. Shartnomasiz ulushlar uchun tortishuv, kim qanday qaror qabul qiladi, foyda kimniki, zarar bo'lsa kim javobgar, bu masalaga yechim bo'lmaydi. Bu portlashga tayyor bo'lgan mina. Shartnoma bilan esa hamma narsa aniq, kim qancha ulush qo'shadi, kim nima uchun javobgar. Investor loyihadan qanday chiqadi, bu ham siz, ham investor uchun himoya. Yodingizda tuting. Tilxat bu qarz uchun. Shartnoma bu sherikchilik va biznes uchun. Shuning uchun hammasini aql bilan, yurist bilan amalga oshiring. Bizga murojaat qiling.